Sous uchun perets, oregano, maydalangan zaytun yog'i, oddiy yog'i mana blenderga, chopperga solamiz va olivka solamiz. Limon, haqiqiy limon. Shakar. 1 qoshiq. Oregano, guruch, bunaqa горчица. 3. Asal. Bir chimdim tuz. Bekorga boya uyum demadim, chunki bo'lishi mumkin bo'lgan hamma narsa bizda bor. Tayyor bo'ldi. Buni endi mana bankachaga solib, xolodilnikka qo'yib qo'ysanglar, 1 oy ishlatsa ham bo'ladi. 1 oyga bemalol yetadi. Mana bu yuqini ham tashlab qo'ymaymiz, yuvib yubormaymiz. Ruklani olib, tozalab yuvib, mashina ichiga tiqib bitta aylantirib olsam, bo'ladi. Tayyor sous. Xudo xolasa endi bizga bu 1 hafta, 2 haftaga yetib qoladi. Mana olivka, rukla, bodring, pomidor, keyin feta aksalani solib aralashtirib, men buni ruklani oldim, bu bilan aralashtirib olib, keyin iceberg ham so'sa bo'ladi. Bo'ladi.